Ramazon hayiti va Navro'z ezgulik, yangilanish va insoniy qadriyatlar timsolidir. Muqaddas Ramazon hayiti islom olamida eng ulug' ayyomlardan biri hisoblanadi. Bir oy davom etgan muborak Ramazon oyida inson qalbi poklanib, sabr-qanoat, mehr-oqibat va saxovat kabi fazilatlar yanada mustahkamlanadi. Ushbu qutlug' kunda odamlar bir-birini yo'qlab, muhtojlarga yordam ko'rsatib, o'zaro hurmat va hamjihatlikni yanada kuchaytiradilar. Ramazon hayiti insonlarni ezgulik, bag'rikenglik va yaxshilik qilishga chorlaydigan ulug' bayramdir. Shu bilan birga muborak Ramazon oyida ham Davlat kadastrlar palatasi tizimida faoliyat yuritayotgan kadastr xodimlari hamjihatlikda faoliyat olib borib, yurtimizda amalga oshirilayotgan xatlov ishlarini sidq-dildan davom ettirish bilan bir qatorda xatlovda kirgan har bir xonadon egalarini Ramazon oyi bilan qutladilar. Qadimiy an'analarimizning ajralmas qismi bo'lgan Navro'z esa yangilanish, yasharish va baraka ayyomidir. Ming yillik tarixga ega ushbu bayram tabiatning uyg'onishi, yangi hayot boshlanishining ramzi sifatida e'zozlanadi. Navro'z kunlarida yurtimizda mehr-oqibat, saxovat, hashar va xayrli ishlar qilish kabi ezgu qadriyatlar yanada keng namoyon bo'ladi. Ushbu ayyom xalqimizning birlik, do'stlik va bag'rikenglik an'analarini yanada mustahkamlaydi. Ramazon hayiti va Navro'z bayramlari xalqimizning ezgu maqsadlari yo'lida birlashtirib, yurtimizda tinchlik, osoyishtalik va farovonlik muhitini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Davlat kadastrlar palatasi yurtdoshlarimizni ushbu qutlug' bayramlar, Ramazon hayiti va Navro'z ayyomi bilan samimiy muborakbod etadi. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, saodat, xonadonlaringizga fayz va baraka, yurtimizga esa tinchlik va ravnaq tilaymiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin.